Jinsiy olatga qachon qo'yiladi? Kimlarga qo'yiladi? Qaysi vaqtda qo'yiladi? Va bu pulti, bu knopkasi borligini shu erkaklardan boshqa hech kim bilmaydi. Ya'ni juda ham miniaturniy, juda ham kichkina, shu darajada bo'ladi. Shularni hisobga olgan holatda odatda jinsiy zaiflikni davolash uchun 4 ta etap bo'ladi. Bemor yaqinda to'yi bo'layotganligi uchun qo'rquv, o'ziga bo'lmagan ishonchsizlik bilan qabulga keldi. Bemorda albatta psixoterapevtga jo'natildi. Protez qo'yish bu sizni xohishingizga qarab turib, menga protez kerak desangiz, bo'ptiki, pulni to'la, yot, protez qo'yib beraman degan narsa bo'lmaydi. Bunga o'zini jiddiy ko'rsatmalari bor. Telegramda yopiq Telegram kanalimiz bor. Bu faqat erkaklar uchun. Bu yerga kirganingizda jinsiy olatga qo'yilgan protezlarni, o'sha protez qo'yilgan erkaklardan o'tkaziflarini olganmiz. Bunday bemorlarda eng ko'pini qandli diabet bilan og'rigan bemorlar tashkil qiladi. 2025-yilni o'zida 50 dan ortiq bemorlarni biz chinakamiga baxtli qildik. Qanday baxtli qildik? Ularda jinsiy zaiflik bor edi. Ularda yillar mobaynida jinsiy aloqa bo'lmagan edi. Ularga hech qanday dori, darmonlar foyda bermagan edi. Biz bo'lsa ularni baxtiga erishtirdik. Qanday qilib? Buni javobi oddiy. Jinsiy olatga implant qo'yib berdik. Jinsiy olatga protez qo'yib berdik. Endi bu insonlar hattoki agar yoshi katta bo'lsa ham 18 yoshida ham erisha olmagan natijalarga erishdi. Endi bular istagani bilan istagan vaqtigacha va istagan vaqtida jinsiy aloqa qilishi mumkin. Xohlasa 1 soat, xohlasa 2 soat. Asosiysi buni yuragi ko'tarsa bo'ldi. Endi bu bemorlarda deyarli hammasi qayta ta'kidlayotgan birgina narsa bor. Protez qo'ygandan keyin jinsiy olatda sezuvchanligi kamayib qoladi deb o'ylagan edim. Lekin bunday emas ekan. Naborot, yana ham sezuvchanlik oshib ketdi. Yana ham jinsiy aloqaga xohishim kuchayib ketdi. Yana ham bundan menda lazzatlanish, bundan shavqlanish kuchayib ketdi deb aytdi. Ya'ni hamma xursand. Xo'p, aynan shunday protezlar jinsiy olatga qachon qo'yiladi? Kimlarga qo'yiladi? Qaysi vaqtda qo'yiladi? Shu savollarga bugun bafurcha javob berib chiqamiz. Jinsiy olatga protez qo'yish bo'yicha tushuntirganmiz. Asosan bugungi kunda biz o'zimiz qilayotgan, shaxsan men o'zim qilayotgan operatsiyalar bular 1 komponentli va 3 komponentli protezlar hisoblanadi. 1 komponentlilar bilasizlar, doimiy ravishda jinsiy olat turgan holatda bo'ladi. 3 komponentlilar bo'yicha 3 komponentlilar bo'lsa, bu maxsus kichkina knopka deymizmi yoki bo'lmasa qandaydir bir nasoscha deymizmi, xuddi shunday moslama bilan jinsiy olat turgiziladi. Bu biz aytayotgan pulti, knopkasi, moslamasi, nasosi bu tashqarida yoki cho'ntakda olib yuradigan narsa emas. Ba'zi bir bizni kuzatuvchilar shunaqa hazil-omuz gaplar gapirdi. Batareykasi tugab qolsa nima qilamiz yoki bo'lmasa yo'qolib qolsa nima qilamiz degan savollar bo'ldi. Bu hazillarni to'g'ri qabul qildik. Aslida o'sha knopkasi, o'sha pulti erkaklarda ikkala moyaklari o'rtasiga joylashtiriladi va bu pulti, bu knopkasi borligini shu erkaklardan boshqa hech kim bilmaydi. Ya'ni juda ham miniaturniy, juda ham kichkina, shu darajada bo'ladi. Va buni kachat qilib bir necha marta birgina ezish bilan jinsiy olat turish yuzaga kelmaydi. 7-8 martadan 10-15 martagacha kachat qilish orqali jinsiy olatni qattiqligiga erishish mumkin. Bu eng qimmat, eng yaxshi, eng zamonaviy bo'lgan jinsiy olatni 3 komponentli protezi. Jinsiy olatga 1 komponentli protez qo'yganimizda bo'lsa hech qanday pultlar bo'lmaydi va siz doimiy ravishda hech qanaqa ezishlarsiz, hech qanaqa tayyorgarliksiz, har doim birgina harakat bilan to'g'rilab qo'yish bilan jangashaysiz. Demak, boshladik. Jinsiy olatga qachon protez qo'yamiz? Aytgancha, bizni YouTube tarmog'ida ko'rayotgan bemorlar, bizni YouTube tarmog'ida ushbu videoni ko'rayotgan auditoriyamizni, shu kuzatuvchilarimizdan iltimos qilamiz. Podpiska bosishni va like bosishni unutmaymiz va kommentariyada bizni qo'llab-quvvatlang. Bu narsa o'sha boshqa bemorlarga, boshqa shu narsaga muhtoj bo'lgan insonlarga rekomendatsiya chiqib keladi va sizni kommentariyangiz orqali, sizni podpiskalaringiz orqali
biz mehnatimizni qanday holatda chiroyli ishlaganimizni o'zimiz uchun bahosini bilib olamiz. Xo'p, qachon jinsiy olatga protez qo'yish kerak? O'zi erektil disfunksiyani, jinsiy zaiflikni qachon va qanday davolash kerak? Shular haqida boshidan boshlab tushuntirishga harakat qilaman. Hozir mana u yozuvni ko'rib ana narsa esimga tushib ketdi. Kichkinalik Chorniy Belida multfilmlar bo'lardi-yu, Xo'ja Nasriddin bir narsa, hali ikkita qo'chqar kelibdi, urilganda mana u yozuv bo'lardi-yu. O'sha yozuvlar esimga tushib ketdi. Bo'pti, ishni qilaylik. Jinsiy olatga qachon implant qo'yiladi? Jinsiy olatga implant qo'yish uchun oldin bemor bilan shatilni, ya'ni uzoq vaqt, o'rtacha yarim soat, 1 soat suhbat olib boriladi. Qachon? Qachonki bizga jinsiy zaiflikka shikoyat qilib kelgan bemor bo'lsa, albatta bemor bilan uzoq suhbat qilinadi. Suhbat davomida biladigan narsamiz, jinsiy zaiflik qachondan beri boshlangan. Jinsiy zaiflik boshlangandan keyin qandaydir analiz yoki tekshiruvlar qildimi? Jinsiy zaiflik boshlangandan keyin qanday dorilarni qabul qildi? Buni o'zichasiga qabul qildimi yoki bo'lmasa doktorga borib davolandimi? Bu dori vositalari qanchalik darajada yordam berdi? O'zi bu bemorda qanday qo'shimcha kasalliklar bor? Shularni hisobga olgan holatda odatda jinsiy zaiflikni davolash uchun 4 ta etap bo'ladi. Birinchi etap bu bemorda jinsiy zaiflik kuzatilgan bemorda dori darmonlar bilan davolanadi. Xo'p, bular nimalar? Odatda bemorlarda vaspalitin protsess, ya'ni shamollashlar bo'lsa, shamollashlar olinadi. Bu juda ham ko'p holatlarda surunkali prostatit va hokazolar. Bundan tashqari ehtirosni qo'zg'atuvchi dori vositalaridan foydalanganmi yoki yo'qmi? Foydalangan bo'lsa, qaysi dozasidan foydalangan va qancha vaqt davomida foydalangan? Bu dori darmonlar foyda beryaptimi yoki yo'qmi? Shular hisobga olingan holatda birinchi etapda agar bu narsaga ko'rsatma bo'lsa, dori darmonlar bilan davolaniladi. Agar berilgan dori darmonlar hech qanday foyda bermasa yoki bo'lmasa, bizni oldimizga kelguncha qaysidir doktorlarda davolangan, bu dorilar qanchadir vaqtga foyda bergan va endi foyda bermayapti. Bunday holat bo'ladigan bo'lsa, albatta biz ikkinchi etap lecheniyaga o'tamiz. Ikkinchi etap lecheniya. Bunda odatda bemorlarga biz gormonal terapiya qilamiz. Ya'ni qondagi testosteron miqdori aniqlanadi va qolgan estrogenlarni, gormonlarni ko'rib chiqiladi va gormonlarida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, gormonal terapiya qilinadi. Ba'zi holatlar bo'ladi, hatto ko'proq bu holatda sahna diabet, qandli diabet og'rigan bemorlar bo'lgani uchun ZGT, zamestительный gormonal terapiya, testosteron terapiyaga o'tkazishga majbur bo'lamiz. Agar bemor kelajakda farzand ko'rishdan umidini uzgan bo'lsa, ya'ni yo'q bo'ldi, men farzandlarim yetarli deganda zamestительный gormonal terapiyaga, testosteron terapiyasiga o'tkaziladi. Bu ikkinchi etap lecheniyasi hisoblanadi. Faqat testosteron emas, odatda biz birinchi etap lecheniyaga sirazi ikkinchi etap lecheniyani qo'shib turib qilamiz. Bu xgacha xorensiy gonadotropin. Hop, xorensiy gonadotropin berganimizda ham organizmda testosteron ishlab chiqarish rivojlanadi va shu orqali o'zini tabiiy testosteroniga ta'sir qilmagan holatda xohishini kuchaytirishga, jinsiy aloqaga xohishini kuchaytirishga harakat qilamiz. Va asosiysi eslatib o'tish kerak, birinchi etapdan ikkinchi etapga o'tish vaqtida qilish kerak bo'lgan eng muhim tekshiruv bor. Bu kavernozodoplerografiya. Jinsiy olatga to'g'ridan to'g'ri ukol qilinadi. Jinsiy olat ereksiya holati, ya'ni turgan holatga keltiriladi va turgan holatiga kelgandan keyin bo'lsa, UZI Doppler qilib buni qon tomirlari ko'riladi. Agar bemorda venozniy utechka bo'lsa, bilamiz, jinsiy olat turishi uchun jinsiy olatga arteriya qon tomiri orqali qon keladi, jinsiy olat turadi. Vena qon tomiri orqali qaytib ketadi. Vena qon tomirlari, klapanlari yaxshi ishlamaydigan holat bo'lsa, bunday holatda venozniy utechka deymiz. Agar bu yuza joylashgan vena qon tomiri bo'lsa, buni operatsiya qilib davolab, jinsiy zaiflikka butun umrga barham berish mumkin. Agar bu venozniy utechka aynan jinsiy olat ichki vena qon tomirlaridan ketayotgan bo'lsa, bunday holatda afsuski bunday bemorlarga ham protez aytiladi. Agar bemorda qon aylanishi buzilgan bo'lsa, ya'ni arteriya qon tomirlari orqali jinsiy olatga qon kelishda jiddiy muammolar bo'ladigan bo'lsa ham bunday bemorga albatta protez, ya'ni penil implant taklif qilinadi. Ikkinchi etap lecheniya hozir aytganimizdek gormonal terapiya amalga oshirildi. Bemorda bundan keyin ham hech qanday natija olinmadi.
yoki bo'lmasa natija bo'ldi qanchadir muddatga, balki 1 oy, 5 oy, 6 oy, 1 yilgacha. Bundan keyin natija bermay qo'ydi. Unda nima qilamiz? Unda keyingi etap lecheniyaga o'tamiz. Keyingi etap lecheniya bo'lsa, bu jinsiy olatni o'ziga inyeksiya qilinadi. PRP terapiya, klеточный terapiya, buni hamma har xil ataydi. Umuman olganda, stelloid hujayra, o'zbekchasi o'zak hujayra bo'ladi adashmasam. O'zak hujayralari jinsiy olatni o'ziga yuboradi. Egzozom deb ataydi. Shaxsan biz egzozom ishlatamiz. Jinsiy olatni o'ziga kavernoz teloga ukol qilinadi va bu ham odatda juda ham yaxshi samara beradi. Agar jinsiy zaiflikni eng og'ir darajasi bo'lmasa. Bunda ukol qilindi. Bu ham aytganimizdek qanchadir vaqtgacha effekt berdi. 1 oy, 6 oy, 5 oy, 1 yil qanchadir vaqt. Misol uchun aytaman, bir bemor kelgan edi qabulimga. U bemorda jinsiy zaiflik psixogen turi. Bemor aytganimdek uylanishdan oldin keldi, psixogen turi. Aytdi, ayollarga qiziqishim yo'q. Endi og'ir holat o'zi asli. Ayollarga umuman qiziqish yo'q ekan. Faqatgina shu erkaklarga qiziqar ekan. Uylanishdan qo'rqadi. Mahalla-ko'y, ota-ona boshqa uylanish kerak. Har xil gaplar bo'lmasligi uchun. Uylanishda har qancha orqaga sursa ham, oxiri o'zi yoshi ancha katta bo'lib qolgan, uylanishga majbur bo'lgan. Oldimga kelganda bo'lsa, to'yga 2 oy qolgan edi. Bemorni tekshiruvlardan o'tkazganimizda hamma analiz, hamma tekshiruvlari zo'r chiqdi. Hozir aytgan kavernozografiyaga yetib ham bormadik. Gormonlar yaxshi, molekulyar UZI Doppler qilindi yaxshi, prostata bezi yaxshi. Xo'p, hech qanday shamollash belgilari yo'q. Qon CD analizlari yaxshi. Hamma tekshiruvlar yaxshi. Faqat yana bemorda hozir aytganimizdek psixogen erektil disfunksiya, orientatsiyasining buzilishi. Bemor aytishi bo'yicha erkaklarga nisbatan jinsiy aloqaga xohish bo'ladi, jinsiy olat turadi. Ayollarga nisbatan bo'lsa hech qanday chuvstva, his, tuyg'u yo'q va jinsiy olatda qo'zg'alish ham yo'q. Bemor yaqinda to'yi bo'layotganligi uchun qo'rquv, o'ziga bo'lmagan ishonchsizlik bilan qabulga keldi. Bemorda albatta psixoterapevtga jo'natildi. Psixoterapevtga jo'natilganda bo'lsa, bemor yana qaytib keldi. Psixoterapevt gaplaridan uncha qoniqmadim, nimadir qilaylik. Bemorga hammasi tushuntirildi. Bemorni to'yidan atigi 15 kun oldin hozir aytgan egzozom qildik. Ya'ni jinsiy olatni o'ziga inyeksiya qildik. Inyeksiya qilganimizda bemor 3 kun yoki 4 kundan keyin menga telefon qildi. Telefon qilib rahmat aytdi. Rahmat Bobur aka, boyagi ukolni qilganingizdan keyin menda ertamanda jinsiy olatni turib qolishlari, jinsiy aloqaga xohish kuchaydi. Hattoki o'sha qandaydir bir obnajoniy yalang'och ayollarni ko'rganda xohish bo'lyapti. Jinsiy olat turyapti dedi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Ukol foyda berdi deb qabul qildik. Shundan keyin uylandi. Uylangandan keyin bir haftadan keyin menga telefon qildi. Hali ham ayolini qizligini ololmaganini aytdi. Ayolini qizligini ololmaganini aytdi-da, mendan talab qilgan narsasi bo'lsa, shunda aynan protez qo'yib berishimni iltimos qildi. Tushunishlar uchun aytaman. Protez qo'yish bu sizni xohishingizga qarab turib, menga protez kerak desangiz, bo'pti-ki, pulni to'la, yot, protez qo'yib beraman degan narsa bo'lmaydi. Bunga o'zini jiddiy ko'rsatmalari bor. Shu jiddiy ko'rsatmalari bo'lgandagina protez qo'yamiz. Bemorga protez qo'yish kerak emasligini har qancha tushuntirsam ham, oxiri turib oldi. Lekin bemorga qo'shimcha o'sha jinsiy xohishni kuchaytiradigan lecheniyalar yozib berildi. Shundan keyin bemor biroz mendan xafa bo'ldi. Shu bilan polizreniyadan yo'qoldi, ya'ni ko'zdan yo'qoldi, bilmadim. Balki boshqa bir doktorga borgandir. Bu voqeaga 5-6 oy bo'lib qoldi. Umuman olganda protez qo'yish uchun yana qaytaraman. Qattiq, aniq ko'rsatmalar bo'lishi kerak. Xo'p, endi 3-etap lecheniya ham qilindi. Jinsiy zaiflikda jinsiy olatga ukol qilindi. O'shanda ham jinsiy olatda turishida muammolar bo'lyapti. Bunda nima qilinadi? 4-etap. 4-etap bo'lsa, penil implant, jinsiy olatga protez qo'yiladi. Erkaklarda urologik muammolar ko'p uchraydi. Bular xoh farzandsizlik bo'lsin, xoh bu narsa o'sha jinsiy zaiflik va boshqa sabablar bo'lsin. Ko'pchilik erkaklar ba'zi holatlarda bu narsani hattoki yechimi borligini ham bilishmaydi. Lekin bizni jamoamiz sizga har qanday urologik muammo bilan
eko bo'ladimi bu yoki jinsiy zaiflikning eng og'ir turi, jinsiy aloqadagi eng katta muammolar bo'ladimi? Jinsiy olatni razmerida yoki bo'lmasa jinsiy olatni qalinligida yoki jinsiy olatda o'tkazilgan turli operatsiyadan keyingi travmalarda va jinsiy olatni qiyshayishi va boshqa holatlar bo'lgan taqdirda ham, hatto zamonaviy protez qo'yish kerak bo'lsa ham, sizlarga albatta yordam bera olamiz. Bu muolajalar barchasi biz o'zimiz ishlaydigan klinikada amalga oshiriladi va bu muammolarga biz sizga albatta yechim bera olamiz. Aytgancha, yoshlar faqat o'zini o'ylamasdan, ota-onalar haqida ham biroz o'ylashimiz kerak. Otalarda, yoshi katta odamlarda tunda hojatga o'tish bo'lyapti yoki bo'lmasa siyishda muammolar bo'lyapti, tez-tez hojatga o'tish bo'lyapti. Bunday muammolarda prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi kasalligi kuzatiladi. Bunday holatda ham sizga hech qayeringizni kesmasdan, teshmasdan, tikmasdan tabiiy siydik yo'li orqali rostakasim lazer bilan kirib, dardingizni xalos qilamiz. Bizga murojaat qiling va ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Protezlar boya tushuntirgandek ikkita turli bo'ladi. Agar kimga bu protezlar haqida, ishlash haqida ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kommentariyaga kirganingizda silkasini qoldiramiz. Telegramda yopiq Telegram kanalimiz bor. Bu faqat erkaklar uchun. Bu yerga kirganingizda jinsiy olatga qo'yilgan protezlarni, o'sha protez qo'yilgan erkaklardan otzivlarini olganmiz. Va qolaversa YouTube'da o'zida ham adashmasam bir bemorimizdan protez qo'yganimizdan keyin otzivini olganmiz. Shularni ko'rib, o'zinglar uchun yana qo'shimcha ma'lumot olsanglar bo'ladi va Telegram, yopiq Telegram kanalida bo'lsa, shu jinsiy olatdagi protezni knopkani qanday ishlashigacha aniq qilib qo'yib qo'yganmiz. Bu faqat meditsina maqsadida. Bu qanaqadir 18+ video emas. Faqat meditsina maqsadida qo'yilgan. 4-etap protez qo'yildi. Endi hamma bemorda shu 1, 2, 3, 4 bo'lib turib, to'ralasi birin-ketin amalga oshadimi degan savol bo'lsa, yo'q. Shunday bemorlar bo'ladi. Ular bilan suhbatlashganimizdan keyin 1, 2, 3 ta hisobga olmagan holatda sirazu 4-ga o'tamiz. Bunday bemorlarda eng ko'pini qandli diabet bilan og'rigan bemorlar tashkil qiladi. Bularda nimalar bo'ladi? Bularda asosan o'sha dekompensatsiya davriga o'tgan va bizni qabulimizga kelguncha 1-2 larda qabul qilib ko'rgan. Ba'zi holatlar bo'ladi, bemorlar birdaniga protez qo'yishni xohlamaydi-da, aynan inyeksiya qilib ko'rishimizni iltimos qilishadi. Bunday bemorlarga maksimal darajada tushuntiramiz. Inyeksiya qilgandan ko'ra shu oxirgi etapiga kelgansan deb. Yoki-da bo'lmasa talablarini hisobga olgan holatda inyeksiya ham qilamiz. Lekin aytganimdek, buni o'zini ko'rsatkichlari bor. MIEF deymiz, MIEF jadvali bor. Shu MIEFga qarab turib, jinsiy zaiflikda qaysi darajada ekanligiga qarab turib, biz protez qo'yish kerak yoki qo'yish kerak emas. Jinsiy zaiflikda eng og'ir darajasi yo o'rta og'ir darajasi deb turib, shu MIEF birgina so'rovnoma orqali hamma savollarimizga javob olishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizga MIEF nimaligi qiziq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zingizda jinsiy zaiflik bormi va qaysi darajasida, bu narsa sizga qiziq bo'lsa, oddiy uy sharoitida o'zingizga o'zingiz diagnoz qo'yib aniqlashingiz uchun shu MIEF so'rovnomasini Telegram kanalimizga qo'yganmiz. Telegram kanalimizga o'tib, o'zingizga o'zingiz uy sharoitida aynan jinsiy zaiflikda qaysi darajasida ekanligini diagnoz qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qanday holatlarda? Birdan sirazu 4ga o'tamiz. Hozir aytganimdek, qandli diabet, bundan tashqari turli travmalardan keyin aviakatastrof yoki bo'lmasa avtokatastrof yoki bo'lmasa qandaydir bir shu qurilishda yoki boshqa uyda, ishda o'tkazilgan travmalardan keyin shunday bir bemorga protez qo'yganmiz. Bu bemor shu qurilishda ishlayotgan joyida 3-etajda liftning shaxtasidan yiqilib tushgan. Yiqilib tushganda shu orqa bilan tushgan, bel umurtqasi jiddiy jarohatlangan va natijada bemorda siyishida muammo bo'lgan. Jinsiy aloqada o'z-o'zidan muammo bo'lgan. Lekin baribir erkak kishi har doim erkak va umrini oxirigacha erkak bo'lib qolishni istaydi. Buni bo'lsa, albatta jinsiy aloqa bilan o'zini ayolini xohishini qondirish bilan amalga oshiradi. Xo'p, bemorga protez qo'yib berdik. Bemor bundan keyin juda ham xursand bo'ldi va endi bemor o'sha yoshligiga qaytib,
sog'lomligiga qaytib istagancha jinsiy aloqa qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari yana qanday holatlarda tez bo'shanishni hech qanday davolab bo'lmaydigan turi bor? Aytgancha o'rni kelganda aytish kerak. Tez bo'shanishda har doim 100% denervasiya operatsiyasi foyda qiladigan narsani xayollardan chiqarib yuboringlar. Tez bo'shanish faqatgina lidokain testi, lidokain saqlagan sprey bo'ladimi, maz bo'ladimi yoki qandaydir krem, gel, boshqa narsa, umuman olganda nervlarda sezuvchanligini oshishini hisobiga amalga oshgan tez bo'shanishda denervasiya operatsiyasi foyda beradi. Xo'p, operatsiya ham foyda bermadi. Tez bo'shanishda hech narsasi bilan davolab bo'lmadi. Bunday holatda ham biz bemorlarga jinsiy olat implant qo'yishini taklif qilamiz. Jinsiy olat yana qaytarib aytaman. 1 komponentli, 3 komponentli bo'ladi. Agar sizga buni narxi, qanday ishlashi va hokazolar qiziq bo'lsa, kommentariyada Telegram kanalimizga, yopiq Telegram kanalimizga erkaklar o'tib, o'zinglar uchun ma'lumot olishinglarni taklif qilaman. Agar sizda yo sizni yaqinlaringizda qandaydir shunga o'xshash muammolar bo'lsa, jinsiy zaiflik bilan davolandingiz, ukol oldingiz, dori oldingiz, qayerlargadir bordingiz, hamma narsani sinadingiz, hech narsa foyda bermadi va sizga aniq foydali narsa kerak bo'lsa, unda marhamat qabulga keling, sizga albatta yordam beramiz. Eng og'ir darajasida bo'lsa ham biz sizga yordam bera olamiz. Bizni kuzatishda davom eting, podpiska bosamiz va birga bo'lamiz.